25-fevral 2026 yıl Ro'zimboy akankina xizmatga keldik Oxin boboyga. O'tgan oy o'lchov edik bo'lardi. Bu qancha chiqdi Ro'zimboy aka? 423. Bergisi 416 chiqdi. Hozir o'lchab ko'ramiz bo'lardi. Qancha qo'shgan, qo'shmagan. Tur. Mana bu birinchisi bu. Bunu bastırma. Ha. Bastırın. Çal kuvarın. Kuvarın. Aha, yine az. Yine bilmem. Ana mende bu. 465 kilo. 465. Necha deydiniz buni o'tgan oy? 416. O'tgan oy 416 kilo chiqdi. Mana 465 kilo. Zo'r qo'shib. Yomon emas. Dur. Mana bu ikkinchisi bu. Qayta. Çal kuvarın. Ana mende bu. Boş qo'yib turing dayı. 457 kilo. İkincisi. 450. Bunca koşmak da. Bu 426 kilo idi bu o'tgan oy. 423 idi. 423. Hoppa. Bas. Ro'zimboy aka shunda buncha kilo qo'shgan bu? Mesni? 26'sında ölçüydüm mü? Bugün 25'i. Hava. Bir gün kem bo'lganda 49 kilo qo'shgan. Beringiz? Odan şu bağışta bağılgan. Ha. Anday zor ko'ringan bilan 24 qo'shibdi. Ikkovi bir xil narsa yeb Bir turibdi. xil vajib. O'zim bilan buni ejdi. Buni yedira olmadim. Bu Silosmi bu? Bizlar aytinglar buni nishni yediraman. Silos yemadimi buni? Yemadi. Buni o'jakli siyirlar yedi lekin. O'jakli sirli yeb turibdi. Ular yedi. Ular yedi. Buni. Bular yegan. Tap-taqir mini. Bunga ya bu siyirlar uchun chiqqan o'chmakan ya. Mana. Bularga ne berib turibsiz shunda o'gitchalarga? O'gitchalarga gunjara, kepak. Mana buni o'ylaydim, buni ezib chiqaraman, aralashtiraman. Ha. Hech bu ana buni qo'shish yo'q. Ushoq? Dixanchasini, ushoq pishgan ushoq. Bu Bundaga yana o'lchimiz bular Ro'zimboy aka. Xudo xohlasa har oyda shu men natijasini bilib tursan. Va sana da rahmat aytibki, har oyda bir vaqtini bilasan. Bo'ldi. Xabarlashaverasiz. Bo'l telefon olaman. Yaxshi. Yaxshi rahmat.